Assalomu alaykum aziz Podgruch Samarqandda yangi proyekt oldi. Vokzal territoriyasidan 8 etajli domdan 3-etaj. Bu yerni biz polni Popolni olganmiz. Hozir ishni xudo xolasa shkaturkadan boshlaymiz. Devordan biz qo'lda qilamiz shkaturkani va обязательно Rodbank Knauf shkaturkasini ishlatamiz. Sifati yaxshi. Shkaturkani qo'lda qilishimiz ham sifati apparatdan ancha yaxshiroq. Hozir yuklarni pastga chiqarib bo'ldik. Yukni chiqarishga biz avtolift aytganmiz. Mana bu oxirgi reys. Avtoliftga chiqarish ancha osonroq ham arzonroq tushadi. Hozir mana bu hamma narsani 1 soatga tushirib bo'ldik. Xudo xolasa yana videolarni qo'yib boramiz.